Bir oyda necha pul topasiz? 3 million. Sizchi? 20 million. Toshkentda komfortni yashash uchun necha pul topish kerak deb o'ylaysiz? Oyiga 8 million yetadi menimcha. Bitta o'zimga bo'lsa 20 million yetadi. Agar uydagilarni boqadigan bo'lsa, zeta 30 million. Qizlarga nisbatan siz red flaglaringiz qanaqa red flaglaringiz bor? Yo'q, qiz bolaga nisbatan jam unchalik bo'lmasa kerak, chunki endi baribir hamma har xil gapiradi, har xil xato qilishi mumkin. Uni to'g'ri tushuna bilish insonning o'zini qo'lida. Birinchidan haytga keladigan bo'lsa, birinchi o'rinda mana shu ishlamasdan uyda yotish, harakat qilmaslik, kimdandir yordam so'rab, kutib yashash. Qizlarga tavsiyangiz erkak kishini xafa qilmasligi uchun, chestiga tegmasligi uchun nima tavsiya berasiz? Endi chestiga tegishi unaqasini bilmadim, lekin erkak kishi xafa bo'lmaydi. Haqiqiy erkak har doim jahli chiqqan nimadirdan norozi bo'ladigan bo'lsa, jahli chiqaradigan narsadan iloji boricha kamaytirishni so'ragan bo'lardik. Agar o'zingizlar erkak kishini ham tushunadigan bo'lsanglar. Ayollarni xafa qilmasligi uchun qanaqa tavsiyalar berasiz? Ayollarni xafa qilmaslik uchun ko'proq e'tibor berish kerak, yaxshi ishlab pul topish kerak. No, bitta qilib aytganda mujik bo'lish kerak. Erkak kishidan necha pul topishi siz uchun muhimmi, muhim emasmi? Birinchi o'rinda, to'g'ri, hozir hamma menga hech yozib tashlaydi. Erkak kishining necha pul topishi umuman muhim emas, ko'rinishi, chiroyli bo'lishi u ham muhim emas. Birinchi o'rinda harakat qiladigan erkak kishini tanlash kerak. Puli ko'p odam emas. Tushunarli. Intervyu uchun katta rahmat sizlarga.